Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga beton teshadigan apparatlarimiz yetib keldi. Ikki xil brendga tegishli, ikki xil modelidan yetib kelgan. Ya'ni 3000 wattlik va 4000 wattlik beton teshadigan apparatlarimizdan yetib keldi. 3000 wattlik beton teshadiganimiz JEHO brendiga tegishli. Motori 3000 watt, ya'ni 3 kW, 800 оборот, 1800 minut оборот bo'ladi. Hop, endi bu 220 gacha bo'lgan teshiklarda bemalol testsalaring bo'laveradi. Diametr mana ko'rishlaring mumkin. 220 volt tokda ishlaydi. Toklaring pasaysa ham bemalol past toklarda ham ishlab berishga mo'ljallangan bo'ladi. Pastavkali varianti bemalol ko'tarib tushirib legirovka qilishlaring mumkin. Dugalari ham ancha baquvvat holatda, suvli bo'ladi. Mana o'zida suv krani bor. Suv ulab turib ishlataverasizlar. Eng maksimalni 220 gacha teshiklar teshadi. Kattasi TH brendiga tegishli 4000 watt, ya'ni 4 kW. Bu оборот 600 оборот. Hop, 280 gacha bo'lgan teshiklar teshadi. Narigi kichkinasi 220 gacha bo'lgan teshiklar dedi. Bu 280 gacha bo'lgan teshiklarni bemalol teshib beraveradi. Hop, bu ham mana suvli bo'ladi. Suvlab qo'yib bemalol testsalaring bo'laveradi. Pastavkalari yana ham baquvvat buni kichkinaga nisbatan, chunki bunda nagruska kattaroq bo'ladi. Katta nasabga qo'yilsa, bo'yi ham ancha baland. Uzunroq karonkalar qo'yib bemalol testsalaring bo'laveradi. Legirovkalari bor buni ham tepaga pastga tushirayotgan, oyog'idagi pastavkalarda ham legirovka qilsalaring bo'laveradi. Pastdagi oyoqlari ham o'ta katta, shiroki holatda bo'ladi. Bu ham 220 tokda ishlaydi. Toklaring pasayib ketsa ham bemalol ishlab beraveradi. Garantiyalari 6 oyga bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. So'raganlarga kichikroq varianti bu kerak bo'ladigan bo'lsa, bu modeli ham yaxshi, 6 oy garantiya bor. Faqat farqi nimada deganlar uchun, bu kichikroq teshiklar teshadi, bu kattaroq teshiklar teshadi. Kim baquvvatroq, uzoqroq vaqt ishlataman deganlarga, masalan, bitta ishlatganda 4 ta 5 ta teshik ochish kerak deganlarga shuni tavsiya qilaveramiz, chunki kattaroq, baquvvatroq modeli. Bu ozgina kichikroq. Xullas, kimga kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Narxlariga keladigan bo'lsak, $185 kichkinasini qilib beramiz. Hop, $210 katta modelni qilib beramiz. Komplektda o'zini kuluvchilari chiqadi, garantiya qog'oz daftarlari chiqadi. Karonkalari alohida sotuvda bo'ladi. Komplektga qo'shib beraveramiz, narxlari faqat o'zgaradi. Lekin oson nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol telefon qilib xarid qilishlaring mumkin yoki zakaz berishlaring mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib ko'rasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Manzilimiz Qo'qon shahar Navoiy Massiv Malina Sitovorning yonginasida joylashgan qurilish texnikalar do'koni bo'ladi.